go'zallarning eng maftunkori, uyimiz va qalbimiz nozik bahori. Shoirxon oyijonim, bilasizmi, siz bor hayotda yashash boshqacha. Biz farzandlaringiz bugungi go'zal kunlarimiz qadar faqatgina siz sababli baxtli yashamoqdamiz. Rahmat sizga oyijonim. Menga baxtli oilamni qurish yo'llarimda juda ham ko'p yordam berib, ishonchingiz bilan qalbimning taskini bo'lganingiz uchun. Shoiraxon oyijonim, siz juda ham samimiy, mehribon, sabrni so'zlar bilan emas, amallar bilan ko'rsatib, xotirjamlik va tinchlik taralib turgan oilani yillar davomida yaratdingiz. Meni bag'ringizga bosib, qizim deya erkalab, oradan qancha vaqtlar o'tmasin, menga hech ham qattiq gapirmadingiz. Va men bir narsani tushundimki, siz mening mukofotimsiz. O'g'lingiz esa meni orzularimni amalga oshirgan abadiy muhabbatimlar. Saidamirxon va Saidamirxon o'g'illaringizga chiroyli ta'lim-tarbiya bergan kuchli onasiz. Men kichik va erkatoy keliningiz uchun esa mehringizni ayamay, doim daldam bo'lasiz. Qadrli otajonimlarning suyukli yorlari va abadiy muhabbatlarisiz. Barcha nabiralaringiz uchun esa ularning eng sevimli va hech kimga tenglanmas buvijonisiz. Go'zallar ichra bir donamas, mehribon va eng chiroyli Shoiraxon oyijonim. Shukrona kuningiz, hayotingizning yana bir go'zal sahifasi muborak bo'lsin. Ilohim, Robbim sizni eng go'zal ne'matlar bilan siylasin. Allohimga yuzlanib qilgan barcha duolaringiz siz kutganingizdan ham go'zal tarzda ijobat bo'lsin. Inshaalloh, oilamiz davrasida Ka'batullohni birgalikda ziyorat qilish nasib qilsin. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Alloh bergan umrimiz davomi qadar sizni rozi qilib, baxtli qilishga intilib yashaymiz.